Assalomu alaykum. Meni ismim Shahzod Hojimatov. 4 yildan buyon men Cyber Wellness mahsulotini ishlatib kelaman. Odzivlar bo'yicha aytmoqchi bo'lgan gaplarim, produkt o'zini ishlab chiqarilgan seli bo'yicha juda kuchli ishlaydi va rezultatda odam kichkina srok ichida juda yaxshigina sezib oladi. O'zimdan kelib chiqqanda, meni juda katta lishniy vesim bor edi. Jigarga yog' boshlayotdi sekin. Men nima qildim? Dildora Zohidovaning tavsiyasi bo'yicha detoksni tozalash degan narsa bor. Detoksni tozalash bu nima degani? Odam ichini, organizmini har xil qanaqadir shlaklar yegan bo'lsa, detoks odamning esidan chiqib qolar ekan. Detoks nimaga kerak? Organizmni kletchniy уровеньni tozalash beradi. Detoks Pro degan mahsulot eng kuchli, ichida 3 ta seriya bo'lgani uchun ichida eng kuchlisi Detox Pro. Nimaga Detox Pro ni ichdim? Menga rezultat kichkina srok ichida kerak bo'ldi. Uni yoniga qo'shib turbo chaydan ichdim. Nimaga? Detox bu kletkamni tozalayapti. Chiqqan toksin, vredniy narsalarni turbo choy уже полный organizm ichidan olib chiqib ketadi. Shunga ikkalovini mix qilib ko'rdim. Tavsiya bo'yicha Dildora Zohidovani rezultat zo'r. Как klient ayta olamanki, men juda довольный qoldim.